Sizlar bilan bugun Vortex bugungi videoda sizlar bilan intilarni trade qiladigan tradely uychasimi nima deydi o'shani qurishga harakat qilib ko'ramiz. Oldingi videoda nimalar borligini aniq eslamayman. Oldingi videoda qo'shilgan narsalarni sizlarga ko'rsatdim. Adashmasam oldingi videoda mana bu to'la turibdi. To'la turibdi. Mana bu o'sha tepasi turibdi. Tushunarlicha. Tigi singoklarni zachar stolni olib, zachar stolni end anaqasiga joylashtirib qo'ydim, chunki o'sha yerda o'pit ishlab, o'sha yerda zachar qilib, yangicha spare yangi zachari bilan rivok uyimni oxirigacha qilib qo'ydim. Tomi 3 kun keyin tugayapti. Tom bilan uncha tomni yaxshi qurish uncha yaxshi bilmayman, o'shaning uchun biroz yoqqa oddiygina qilib budda bilmayman, men qiyin keldi-yu anaqa ishga qilib qo'ydim. To'raydan ko'rinib qotdi, lekin men buni qilishni vasha nima qilolmadim. Shuncha joy ketdi koreychasini qilishga, chunki java versiya bilan bedrock versiyani farqi bor ekan. Shuning uchun ma'lum ishlamadi. Keyin 1-2 soat ichida bitta mashina qurishga ulgurdim. Bu yerda 2 etажli uy, podvalda ham hisoblasak 3 etaj. Bu yerda buni menimcha hamma bilsalar kerak. Hamma daraxtli konstruksiya olib tashlash esimdan chiqib qolibdi. Bu yerda tuvini olib kirayotganimda mana blok blok emas, garchi bilganimdan lyukni men qo'yganimni tuvini olib kirib razvet qilishgan shunaqa yopiq joy qilib qo'ydim. Bu yerda nima bor? Mana redstone ikkita navigator bir-biriga qaragan. Tok bir-biriga har sekundda anaqani tepadagi tuvlar. Keyin bu yerda tuxum oladi, razvetchi tuxum otadi. Tuxum otgandan keyin qanchadir shans bilan jo'ja chiqadi. Bu jo'jaki katta bo'lsa lavaga yonib o'lib bunaqa grill bo'lib tushadi. Bir xil lavaga yonib ketishi mumkin. Bu mana yonganiga kam vaqt ichida ovqat ferment qo'ysa bo'ladi. O'shanday turibdi. Tepada bitta yopib qo'ymoqchi devor bilan esdan ham chiqibdi. Keyin masjidlarni keyin yopamiz. Bu yerda nima bu sortirovka bo'ladi. Amaki solamiz o'sha narsalar aylanib keldida hamma yoniga. Garchi pom invertar musul narsadan to'ladi. Sharkar bo'lsa ana qo'yamiz. Invertar o'sha tarzdan sundukka ana bittamiz pishmaganini qo'ydim, chunki hammasini pishirib chiqquncha bu yerda agar mana solganimizda temir bo'lsa, temir bundoq bo'ladi. Agar o'zini mana anaqasini topsa, mashinaga menga toqtiydi, mashina tushib bitta turadi, keyin qanaqa ishlashini xuddi shunaqa ko'mirdi. Olmosda просто bitta jalka narsasi. Redstone lapisda 40 bitta lapis, 40 bitta redstone jalka emas-ku. 40 bitta olmos jalkadan turish. Keyin oltin bastiondagi olganda to'lib ketgan. Yaqinda ishlatuvdim, mana menga bermagan. Bu yerda loy, suvchida go'rmingiz ishlash, traverni bu yerda tosh bilan shu olingan. Keyin agar mana bu yo'l narsalar chiqadigan bo'lsa, mana bundoq yuradi. Shundoq yuradi, mana yaxshi keladi. Agar bu yerda chiqmagan bo'lsa, o'shanga kelib balandga tushib, keyin vibratsiyaga yig'iladi. Yig'ilaveradi. Keyin agar mana bu qanchadir keyin to'ladi-yu baribir.
yoki kiyim kiyib qo'yamiz. Agar sortirovka qiyin kelib qolsa, shunaqa mexanizmni yoqaman. Bu ham ikkita gamlar bir-biriga qaragani uchun beskонечный to'kib berib turadida yerga otib qo'yishadi. O'sha mana bu sortirovkadan chiqmagan narsalarni. Keyin mana bu yoqqa tushaman. Mana bu kovер bu qopdan narsa qo'yib qo'ying. Короче, hamma tushgan narsalarni tushib mana shu yoqqa tushadida, keyin bu yerda mana hamma narsa sortirovka qilamiz. To'g'ri, men hamma narsalarimdan yarmidan ko'pi sortirovka qilaman, chunki hisoblayversam bitta dona masalan mana bu yerda toshni o'ziga bitta, ikkita, uchta воронка, ikkita sunduq bunaqa redstone narsalar kerak. Bu bitta narsaga uncha sezilmaydi. Lekin menimcha ko'p qilsa нормально так nima qilar ekan. Temir daraxt bor desayam temir qiyin bo'ladi yoki boshqasi shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shuncha yetib turadi. Hozircha keyinchalik kerak qolsa yana quramiz. Bu yerda hamma narsa kirib ketadi. Mineral ketgan zachar o'xshagan shunaqa narsalar. O'tida taxta emas, shunga o'xshagan o'g'lidan shu narsalar. Yaqinda komnata испытаниеga olib keldim. Ikkita zloviy ключам qo'ygan. Olib kelganimda bu o'qlar, suyalar, slizka ko'payib ketib qoldi. Har xil narsalar bo'pti. Mana shu kartasi, ishonmasangiz mana ochib yuboraman. Tashlab olish kerak. Mana buni olib qo'ydim. Korоче, mana shunaqa. Bu yerda redstone tegishli bo'lgan narsa. Bu yerdagi bроня elytra ham yo'l bo'ylab ikkitadan aytadi. O'sha elytraga разрешимость, прочность olib qo'yishim kerak. Прочность 3 dan. Chunki слишком tez buziladi. Har bitta borib tuzatib olmaydi. Instrumentlar bor. Короче, bitta 8 ta shulker box, hamma 14 tani, qanchalar shulker, panser. Shu shulker ichiga narsa yotganida hammasini yasab tashladim. Kerak emas baribir. Shunaqa narsa kuznechniy stol. Kuznechniy станок. Bu yerda eng ko'p ishlatiladigan narsalar. Bu filtr. Bu atak filtrni nastish filtr emas, просто bu mexanikani tushuntirganimda bilasizlar. Taxta, vedro, ko'p ishlatiladigan narsa. Keyin bu mexanizmni tushuntiradigan bo'lsam, buni ham bilganimda. Короче, birinchi qator воронка bu просто u yoqdan bu yoqqa olib borish uchun. Mana shu keyingi qator уже sortirovka qiladi. Bu qanaqa ishlaydi? Oxirgi 4 ta slotiga ismi qo'yilgan любой предмет qo'yiladi. Masalan, globin ishlanish bo'lsa, shundoq ismini o'chirib nuqta qo'yib qo'ysalar ishlaveradi. 4 ta slotiga qo'yiladi. Birinchi slotiga o'sha narsani hammasini qo'yaversanglar, bir stakni qancha o'zini qo'yaversanglar, o'sha 41 tasini o'zida olib qoladi. Boshqasini ustuna qo'sha olmaydi. Keyin mana bu yerda masalan kamera olaylik, ko'p ishlanishligi uchun mana olib 10 tasini mana bu solsak, mana bu qabul qilib mana ko'rasizlar ko'payadi. Keyingi nimalarga o'tqizib yuboring. Tagiga qarang, bu просто knopka nima solish uchun. Komparator ham menimcha mana shu mexanizm ishlashi uchun yana bilmayman. Komparator o'zim yaxshi bilaman. Redstone nimaga ishlatilishi, shu sortirovka buzilib qolmasligi uchunmi, uni ham men bilmayman. Menimcha shuning uchun deb o'ylayman. Tushuntirishimiz ham o'ziga ham 10 ming ketib qoldi. Menimcha keyingi qismlarda qilsa kerak qilgan ishimizlarni. Короче, mana shuncha 10 minut ichida ikkita dona to'g'ri yig'ibdi.
Garchi uxladim. Nimaga uxlayotganimni bilmadim. Nimaga uxlayotganimda qanaqadir bug yo'q. Mana hozir ishlamadi. Lekin boya uzun solo o'ynayotganimda videosiz. Qanaqadir basharamni hamda butunchalik basharam yopib qo'yayotganini ko'rib bo'lmaydi. Hali bu yoqlarga nima qo'yishni o'ylab ko'rmadim. Agar nimadir ideyalar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Manimcha nima qo'ymoqchiman bu yoqqa manimcha trasnik ferma shakar qamish fermani ham qurmoqchiman lekin hali unchalik qurilgan chunki hali beri kerak emas. Bu yoqqa shu trasnik kreativ ferma. Bu yo'q portalda qanaqadir dekor qilib nezerskiy narsalar olib dekor qilmoqchiman. Hali anaqa emas, turishi ham o'zim normalniy zachar stol bitta enta bor. O'zim yonimdan tursa ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana yoqni to'g'risini aytsam, mana yoqqa qum yetmagan o'shaning uchun qilmadim. Lekin atak bu yoqqa o'tirsa ham bo'ladi. Chiqib uchib ketishimda lekin keyin agar tashqaridan eshikni ochib kirmoqchi bo'lsak, u ishlamaydi. Mexanizmi shunaqa o'zi. Bilsanglar. Lekin bitta moblar spam bo'lishi ham bor. Bu yoqda oh my god, Creeperdan o'zim qo'rqmayman, lekin uyim qo'rqadi. Yana bitta manimcha spay ko'rmagan narsa o'tdi. Bedrock versiyaga temir ferma ishlamasligini endi bildim. Ip fermaga pastda garchi zombi bilan beshta bor mana shu konstruksiyon tegdi. Mana. Shuni spam qiladi jitilla. Shu sakraydi, keyin o'ladi. O'ldi. Butun spam qilish kerak jitilla zombidan qo'rqib, lekin spam qildi. Tushgan tushiradi. Keyin u temir fermaga qurilgan. Videoda aytishi bo'yicha hamma deralarni oldiga qurmanglar deb aytgan. Lekin derevishka bor, lekin u ancha uzoq. Lekin manimcha o'shanga ham bitta kreativ mer ochib ko'rishim kerak. Bitta o'sha hamma yettilarcha qanaq qo'yib ham bolaxna bitta bo'ladi. Shunga o'zim trident bor ekan. O'zim endi bildim trident borligini. Mashdan o'sha qilgan stavba qurib, elitredan olib borib, shunaqa qilib garchi amallab olib borib chiqganman. Tilda oladigan hech nima qolmagan. Если что ovqat kerak bo'lsa bitta sabzini olib ko'paytirib, kam bo'lsa normalniy bo'lsa olib buni saltomar ko'rsaga o'zgartirib yasab bo'ladi. Ilya sterilga yaqin bo'lgani uchun ishlamayapti. Bedrock Edition'da ishlamaydigan ferma. Aytganimda ichkaridan yopib tashqaridan ochib уже ishlamaydi. Richak sxemasi shunaqa men bilsanglar bilasizlar. Tushuntirishim Ahmedda короче 3ta, 6ta, 9ta, 12ta varamka yotibdi mana shu просто так. Bitta aytganimda o'sha birinchi videolarda mana shunaqa bulujnik ferma qilmoqchi bo'lganman. Keyin u ham bedrockda ishlamaydigan bo'lgan короче. Keyin konstruksiyani sal o'zgartirib qilmoqchi bo'ldim. Keyin qarasam tube bitta dinamit qo'yib ko'p dinamit tushiradigan qila olmadim. Tublar ham ishlamas ekan Minecraftda. Keyin cover dubni ham qilib ko'rdim, u ham ishlamadi. Garchi dublarni qilmaylar Minecraftda baribir o'xshamas ekan.
Hamma ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan o'rtak sport keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.